Assalomu alaykum Gold Kapital obunachilari. Bugun sizlar bilan Xnet brokeridan qanday qilib registratsiya qilishni va akkaunt ochib depozit qilishni o'rgataman. Boshladik. Buning uchun biz hamkor brokerlar yoki silkani o'sib bosamiz. Mana Xnet. Mana Xnet. Atiq qilamiz. Kiramiz ichiga. Agar Xnet programmasi kimga kerak bo'lsa, Play Market orqali skachat qilib olsangiz bo'ladi. Registrga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu yoqdan bizani yashash joyimizni so'raydi. Bu yoqdan O'zbekistonni topib belgilaysizlar. Hozir biz O'zbekistonni topamiz. Mana O'zbekiston. Bu yoqga o'zingizlarning email adresingizlarni kiritasizlar. Men kiritib olib, hozir videoni davom ettiramiz. Xo'p, ortali mana biz kiritib oldik. Ana endi biz continue ni bosamiz. Biroz vaqt kutasizlar. Загрузка va saqlanishni bosamiz. Xush ortali ko'rib turganinglardek bizda demo yoki real akkaunt o'tdi. Biz bu yoqdan real akkauntni, ya'ni mana shu joyi tanlaymiz. Tak, mana ko'rib turganinglardek kirdi. Endi biz mana shu joyi tanlashimiz kerak, ya'ni shu joyi. Complete profilni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana shu joyga bosamiz. Bu yoqda Gmail'ga kod keladi. Hozir kod kelgandan keyin davom ettiramiz. Xush ortali mana kod keldi va davom ettiramiz. Bu yoqga o'zingizlarning raqaminglarni yozasizlar. Hozir men o'zimni telefon raqamimni yozaman. Bu yoqdan birinchi mana shaharni o'zgartirib olasizlar va mana nomerni qo'ydik. Mana endi continue ni bosamiz. Bu yoqga kod keladi. Xo'p, ortali nomerimizga kod keldi. Kodni yozdik va endi davom ettiramiz. Complete no. Bu yoqda ism familiyalarni to'liq yozishingiz kerak. Hozir men yozib olaman. Xo'p, ortali ism sharif yozib bo'ldik. Tug'ilgan sana, oy, hamma narsani. Endi bu yoqga maliyani tanlaysizlar. Bu yoqda adres tanlaysizlar. Bu yoqda O'zbekiston deb yozib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqdan endi keladigan bo'lsak, bu yoqdan mana birinchisini tanlaysizlar. Continue. Ikkinchidan marketing. Continue. Bu yoqdan xohlaganinglarni tanlasanglar bo'ladi. Men o'zim mana buni tanlagan bo'lardim. Bu yoqdan biz birinchisini tanlaymiz. Ikkinchisini 100 mingdan 200 ming. Bu yoqdan keyin biz buni tanlasak bo'ladi. Bu yoqdan keyin biz mana oxirgisini tanlaymiz. Bu yoqdan birinchisini tanlaymiz. Bu yoqdan forex continue. Bu yoqdan azri bosib qo'ysanglar, ili bu yoqdan newslarni bosib qo'ysanglar bo'ladi. Va ortali ko'rib turganinglardek registratsiya tugadi. Biz bu yoqdan ikkinchi bo'limni tanlaymiz. Bu yoqdan ism familiyalarni yozasizlar va bu yoqdan sizlardan pasport so'raydi, ili ID karta, ili pravelarni so'raydi. Pasportni bosamiz biz. O't mana bu yoqga pasportinglarni mana shu joyga joylashtirasizlar. Xo'p, ortali biz joylashtirib bo'ldik. Endi davom etamiz. Bo'ldi. Bu yoqda ko'rib chiqamiz dedi. Depozit o'tdi. Biz bu yoqdan bitta загрузка beramiz. Shu bo'ldi, загрузка berdik. Endi oxirgi qiladigan ishimiz yana complete profilni bosamiz. Va bu yoqdan oxirgi eng qiyin dokument so'raydi. Bu yoqdan ya'ni yashash manzilingiz yoki kartalarning 3 oylik kirim chiqimini so'raydi. Buni hozir qanaqa qilib onlayn qilishni o'rgataman. Uning uchun ortali biz Google ga kirib my go deb yozamiz. Mana birinchi chiqqaniga kirasizlar.
Kirganinglardan so'ng bu yoqdan ro'yxatdan o'tishni bosasizlar. Registratsiya, ruxsat berasizlar. Data рождения, seriya pasport, hamma narsani to'liq joylashtirasizlar. Xo'p, ortoli biz bu narsani qilib bo'ldik. Endi bizda bu oldindan bor edi fayl. Endi bu faylni hozir joylashtiramiz. Portoli mana faylni joylashtirdik. Endi buni bosasizlar. Bosganinglardan keyin bitta загрузка beraverasizlar. Va sizlarni arizanglarni 1-2 soat ichida ko'rib chiqadi va akkauntinglar tasdiqlanadi. Hammaga rahmat.